alaykum. Chevrolet Spark avtomobilimiz 2012-yil 143 ming kilometr yurgan. Yoqilg'i benzin. Mashina ideal holatda. 2.900.000 won. Elti pozitsiyasi. Mashina o'zimizni ofisga qaragan, o'zimizni boshlig'imiz olib kelgan mashina. Ideal holatda. Balonlari ham mana normalniy. Salon holatlari. Oddiy salon holati unaqa. Nima deydi? Lyuks emas. Holatda ko'rsatsa bo'ladi. Signallar. Aytarsan, yetib chig'il kiydirib olsa bo'laveradi. Oldi signal isitadi. Monitor yo'q. Monitor yo'q holatida olaman degan odamga monitorni to'qilasi arzon joyidan ko'rsatib olib beraman. Black box'i bor. Mashinamizda HiPC ham yo'q ekan. Rulda mana multimedia boshqaradigan funksiyalari mavjud. Kalit tushadi mashinamizga. Yurishlarida, hadovoylari yaxshi, xudo xolasa. Normal holatda. Mashinamiz atrofi qirilgan, urilgan joylari yo'q. Bitta shu saloni sal oddiy xolos. Lekin bu eski mashinalarda hamma mashinaning holati shunaqa o'zi. Lyuks bo'lmaydi, bilasizlar. Lekin atrofida unaqa urilgan, qirilgan joylari yo'q. Mashina ideal holatda. Bitta shu radiator almashgan xolos mashinamizda. Kimga kerak bo'lsa, so'rasizlar 2.900.000 won. Ideal holatda Spark.